Yumshoqqina va og'izda eriydigan nektar tortini bugun birgalashib tayyorlab ko'ramiz. Judayam sochli chiqadi. Mana videoda ko'rsatilgandek. Ham zakazga tayyorlasangiz ham uchirib sotsangiz bo'ladi. Buning uchun bizga birinchi o'rinda smetanaga soda bilan razrikizlar aralashtirib qo'yamiz va alohida idishga tuxum bilan shakarni oppoq bo'lguncha ko'pirtib olamiz. Kerakli mahsulotlarning o'lchamini opisaniyada yozib qoldiraman. Ko'pirgan tuxum massamizga yog', smetana mahsulotlarimizni solib yaxshilab ko'pirtirib olamiz va kakao solamiz. Gollandskiy kakao ishlatishinglarni tavsiya qilaman. Korjlarni achchiq qilib qo'ymaydi va un solib sekin-sekin mikser qilamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgan quyuqlikda bo'lishi kerak. Shunga qarab un solasizlar. Tayyor massamizni qolipga yoki listga solsangiz ham bo'ladi. Men qolipga qildim. Shu massamizdan 4 ta korj chiqadi. Men bittasini ustiga yuvib qilish uchun olib qo'ydim. Korjlarimiz sovigungacha krem tayyorlab olamiz. Xona haroratida turgan sariyog'ga zg'ishonli moloko solib mikser qilib olamiz. Sovigan korjlarimizni teskari qilib propitka qilamiz. Shirin suv yoki molokoli suv bilan qilsanglar bo'ladi. Tayyor kremlarimizni surib, birin-ketin tekislab olamiz. Oxirgi qo'yilgan korjimizni ustini ham kremlab, chetlarini ham bir tekisda krem qilib chiqamiz. So'ng ustidan maydalangan korjlarimizni bir tekisda tekislab chiqamiz hamma joyiga, chetlariga ham. Va tayyor nektar tortimizni xolodilnikka 2 soatga qo'yib, so'ng dasturxonga tortishingiz mumkin.